Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonda hech kimni xarib demang. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti xorijiy mamlakatlarga sayohat qiladigan rossiyaliklar uchun eslatmalarni e'lon qildi. Konsullik departamenti bir qator davlatlar, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonda mahalliy aholi bilan muloqot paytida nimalarga e'tibor qaratish kerakligini uqtirgan. Masalan, Qozog'istonda hech kimni mambet deb atamaslik kerak. Bu madaniyatsiz omma ma'nolarni bildiradi. Tojikistonda birovni eshak, cho'chqa yoki it deb haqoratlash mumkin emasligi, chekadigan ayollarga munosabat yomonligini ta'kidlagan. O'zbekistonga borishni istagan rossiyaliklarga esa onadan so'kmaslikni maslahat berilgan. Shuningdek, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti O'zbekistonda ishlatib bo'lmaydi deya bir qator haqoratli so'zlarni ham keltirganki, ularni bu yerda aytishning mutlaqo iloji yo'q. Bu so'zlarning eng yumshog'i xarib.